Farg'onada katta shodiyona ma'naviyat va ma'rifat bayrami xalqaro kitobxonlik festivali boshlanmoqda. Barchamizga ma'lum, joriy yil viloyatimizda kitobxonlik yili deya e'lon qilingandi. Yil munosabati bilan Farg'ona viloyati hokimligi tashabbusi hamda bir qator hamkor tashkilotlar tomonidan yirik loyihalar hamda kitob yarmarkalari va madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgandi. Ulardan eng yirigi esa kitob tafakkur xazinasi shiori ostida o'tkazilayotgan xalqaro festivaldir. Ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Marg'ilon temir yo'l vokzalidamiz. Bu yerda viloyatimizga kelgan mehmonlar, xorijiy davlatlardan tashrif buyurgan adabiyot ixlosmandlari, ijodkor mehmonlarni tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tmoqda. Ularni o'zbekona milliy urf-odatlarimizga muvofiq kutib olinayotgani ham o'tkaziladigan xalqaro festivalga o'zgacha ruh bag'ishlamoqda. Ha, rostdan ham ular viloyatimizga xos mehmondo'stlik ila doira sadolari ostida kutib olinayotgani barchaga yuqori kayfiyat ulashmoqda. Biz azaldan bilardik, mehmondo'st juda ham iliq kutib oladigan. Biz hozir bunga amin bo'ldik. Ya'ni Farg'ona o'zining madaniyati, an'analari bilan birga o'zining mehmondo'stligi bilan esda qolarli bir kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Buning uchun albatta tashkilotchilarga va Farg'ona viloyat hokimligiga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. I've come a long way. I come from France. Men Fransiyadan keldim. Tashrifimdan asosiy maqsad xalqaro kitobxonlik festivali hamda Markaziy Osiyo fan, ta'lim, madaniyat va biznesda internet hamda axborot kutubxona resurslari nomli 18-xalqaro konferensiyada o'z ma'ruzam bilan qatnashish. Men kutubxonalar faoliyatiga oid ishlar bilan shug'ullanadigan OCLC xalqaro tashkilotida faoliyat olib boraman. Bu yerda birinchi marotaba bo'lishim. O'ylaymanki, bu xalqaro festival men uchun ham, meni ma'ruzamni tinglovchilar uchun ham foydali bo'ladi. Festival doirasida turli madaniy ma'rifiy tadbirlar, kitoblar ko'rgazmalari, yozuvchilar bilan uchrashuvlar va ijodiy kechalar o'tkazish rejalashtirilgan. Festival doirasida har bir ishtirokchilar o'z iste'dodlarini namoyish etish, yangi kitoblar bilan tanishish va o'zi sevgan adib qahramonlari bilan ochiq muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xalqaro kitobxonlik festivaliga Surxondaryodan kelganmiz. Biz kattagina guruh kelganmiz, bir 10 kishidan iborat to'g'rirog'i. Bundan biz kutubxonalarning rivojiga qanday hissa qo'shilyapti? O'zimizga nimalarnidir olib ketish uchun kelamiz albatta. Xalqaro kitobxonlik festivalining ochilish marosimida mahalliy hamda xorijiy mehmonlar, yozuvchi va shoirlar, shuningdek jamoatchilik vakillari ishtirok etmoqda. O'tkazilayotgan ushbu festivaldan ko'zlangan asosiy maqsad kitobxonlik madaniyatini oshirish, o'quvchilar o'rtasida kitob madaniyatini yuksaltirish hamda ijodkorlar va yoshlar o'rtasida kitobxonlik muloqotini targ'ib etishdan iborat. I already read the program and it's the same subject that we are talking about in Germany.
Men Germaniyaning Koln jamoat kutubxonasi vakilasiman. Biz Germaniyadagi eng yirik va eng muhim jamoat kutubxonalaridan birimiz. O'zbekistonga ilk marotaba tashrif buyurishim. Xalqaro festivalga tashrifimizdan asosiy maqsad kutubxona umuman olganda kitob bilan bog'liq zamonaviy texnologiyalar bo'yicha yo'lga qo'ygan yangiliklarimizni hamkasblarimiz bilan bo'lishish. To'g'risi, festivalning ochilish kunidayoq bu qadar ko'p sonli kitobxonlar yig'ilishini kutmagandim. Bu mamlakatda kitob mutolaasi bilan bog'liq madaniyat kuchliligidan nazdimda. Ayni daqiqalarda Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov boshchiligida Xalqaro kitobxonlik festivaliga start berilmoqda. Kitob eng yaqin do'st. Kitobxonlik festivali esa ana shu do'stlikni mustahkamlovchi eng yaxshi maydon ekanligi ta'kidlandi. Yana kitob haqida qancha gapirsak shuncha oz. Kitoblar insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Kitoblar albatta insonni haqiqiy hayotdan asl ma'no mazmunini anglatadi va insonni yo'lini charog'on, hayotini charog'on qiladi desak to'g'ri bo'ladi. Aziz do'stlar, sizlarni ushbu xalqaro kitob festivali bilan qutlar ekanmiz. Barchangizni xalqaro kitobxonlik festivali doirasida bo'lib o'tadigan turli kitobxonlik va madaniy tadbirlarda, shuningdek kitob savdo yarmarkalarida faol ishtirok etishingizda va bu orqali mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini oshirishga hamda yaqin kelajakda O'zbekiston kitobxonlar yurti nomi bilan dunyoga tanishga o'z hissangizni qo'shishga chorlab qolamiz. E'tibor uchun rahmat. Eslatib o'tamiz, Farg'onada ilk bora o'tkazilayotgan Xalqaro kitobxonlik festivali 17-may sanasiga qadar davom etadi. Bu nafaqat kitob va ijod bayrami, balki yoshlar ongida kitobga bo'lgan, mutolaaga bo'lgan mehr va muhabbatni oshirishga xizmat qilayotganligi bilan ham ahamiyatlidir. Shu bilan birgalikda o'tkazilayotgan ushbu xalqaro festival xorijiy va mahalliy ijodkorlar o'rtasidagi do'stona aloqalarni mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda. Festival doirasida o'tkazilayotgan madaniy va ma'rifiy tadbirlar bo'yicha batafsil ma'lumotlarni Farg'ona telekanali orqali yoritib borishga harakat qilamiz.